Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan g'oyibona tarzda bo'lsa ham ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Mana bemorimiz Saodat opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, Xudoga shukr. Ancha tuzuk, erta nasib. Operatsiya jarayoni bo'lyapti. Xudo xohlasa duoda o'tiringlar. Ertaga operatsiyaga kiraman. Xudo xohlasa. Allohim sizga komil shifo bersin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Yorug' yuz bilan Hindistondan O'zbekistonga, ona yurtingizga, bolalaringizni, farzandlaringizni bag'riga eson-omonlikda borishligini Allohim nasib qilsin. Sharoitlar qanaqa ekan Hindistonda? Sharoitlar yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshimisiz? Doktorlarning xizmatidan xursandmisiz? Xursandman, roziman. Hamma lecheniyalarni o'z vaqtida qilyapti, hamma narsalarni dorimi, boshqami vaqtida qilyapti. Vrachlardan ham, mestralardan ham hammasidan Xudo rozi bo'lsin. Xushmuomalali, shirin so'z. Barnola obunachilari, sizlarga ham katta rahmat. Barno opa, sizga ham shuncha jon kuydirib, olib kelib, mana o'zim bilan birga yurib, analizlarga hamma narsalarga birga yurganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Injiqlarim bormi, boshqa narsalarim bormi, ko'tardingiz. Xafa qilgan kunlarim ham bo'ldi, o'shalarga ham ko'z yumib turib shirin so'zingizni ayamadingiz. Sizga ham katta rahmat. Sizga ham katta rahmat ishonchingiz uchun, men bilan kelganingiz uchun. Rahmat sizga ham. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Xudo xohlasa operatsiyadan keyin yana ko'rishamiz siz bilan. Operatsiya jarayonlarini o'z navbatida sizlarga so'z beraman, hurmatli obunachilar. Hamma jarayonlarni qo'yib borishga harakat qilaman qo'ldan kelguncha.